Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Yarım yılda irqi qırğınçılıq səyahəti qitim sani 130 milyondan aşqan. Xitay Şərqi Türkistanda davamlaşdırıyotgan irqi qırğınçılıq cinayətini pərdazlash və Xitay aqullarini Şərqi Türkistanğa cəlb qilish üçün yaqinqi yillarda səyahətçilikni alohida kuchaytgan bo'lib, bu xalqarалық inson haqlari tashkilotlari tarafidan irqi qirg'inchilik səyahəti deb tunilmoqda. Bundaq bir sharoitda oldingi yarim yilda Şərqi Türkistonga borgan səyahətçilar 130 milyondan aşqan. Xitayning Şərqi Türkistondagi tashviqot organi Tangritog to'rining 6-iyuldagi xabarda aytilishicha, bu yilning oldingi yarmida Şərqi Türkistonga borgan sayohatchi 132 milyon 777 ming odam qitim bo'lib, bultirga o'xshash mazgildagidan 11,15% oshgan. Sayohatchilarning iste'mol xarajati 142 milliard 560 million yuan bo'lib, bultirga o'xshash mazgildagidan 11,59% oshgan. Xabarda Urumchi shahrining 2025-yili Xitoyning yozliq ta'tillik sayohati shaharlari ichida Beijing, Shanxaydan qolsala 3-o'rinda turganligini qayd qilgan. Ma'lum bo'lishicha, sayohatchilar Xitoy ta'sis qilib bekitgan sayohat nuqtalariga markazlashgan bo'lib, faqat Qashqarga kelgan sayohatchilar 13 million odam qitimdan oshgan. Irqiy qirg'inchilik sayohatida Xitoyning yillardan buyon yasab chiqqan qatnash liniyalari, xalqarалық navbatchi aeroplanlari muhim rol o'ynagan. Bundan ilgirki sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 2024-yilda Sharqiy Turkistonga taxminan 300 million sayohatchi borgan bo'lib, buning ichida 5 millioni chet ellik sayohatchi ekan. Ve bu son 2023-yildagidan 50% ortiq ekan. Xitoyning soxta tashviqoti uchun xizmat qilayotgan va buning bilan birga zo'r iqtisodiy kirim yaratayotgan irqiy qirg'inchilik sayohatiga ko'plagan xalqarалық sayohat shirkatlari va mehmonxonalar chetishliq bo'lib, bu haqda bir qism nupozliq dokladlar e'lon qilingan edi va mazkur shirkatlar Xitoyning jinoyatiga sherik bo'lish bilan ayblashga ogohlantirishga uchirgan edi. Xitoy madaniyati an'anaviy madaniyat nomida Uyg'urlarga majburiy singdirilmoqda. Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Turkistonda majburiy assimilyatsiya siyosatini atalmish madaniyat bilan oziqlantirish, Junxo millati o'rtaq gavdasi ingini yetildirish qatorliq terror iboralari bilan qattiq ijro qilayotgan bo'lib, Xitoy madaniyati Uyg'urlarga turlik usullari bilan majburiy singdirilmoqda. Yaqinda Xitoy tashviqot vositalari chaqiliq nahiyalik san'at o'mikining artisti bo'lgan bir Uyg'ur yoshning Xitoyning Chuanju teatridagi chiroy o'zgartirish mahoratini maxsus o'rganib, Uyg'ur san'ati bilan birlashtirib tomoshabinlarga sunayotganligini alohida tashviq qilgan. Aloqador xabarlarda Olimjon Qurbon ismli Uyg'ur yoshning Xitoylarning chiroy o'zgartirish mahoratini bir ko'ribla mabdum bo'lib qolganligi, keyin maxsus Xitoy o'lkasiga berib bu mahoratni o'rganganligi, Xitoy muallimlarining uningga ko'ngil qo'yib o'rgatganligi, keyin Sharqiy Turkistonga qaytib kelib o'yin ko'rsatishga boshlaganligida kulkilik o'ydirma voqealiklari bayon qilingan. Xabarda yana mazkur Uyg'urning Xitoylarning bu mahoratini Sharqiy Turkistonda yildiz tortqizish uchun Uyg'ur san'ati bilan birlashtirishning zarurligini his qilganligi, natijada ravob musiqasi va Uyg'ur usullari bilan birlashtirganligi, shundoqla atalmish Junxo an'anaviy madaniyatini gavdalantirish uchun Xan sulolasi davridagi kimxob naqshlari tushirilgan kiyim bilan o'yin qo'yganligi, navbatda uning yana kurs ichib bolalarni tarbiyalayotganligi tashviq qilingan. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlari ishg'oliyat tarixidan buyon Xitoy madaniyatiga qarata yaklash, seskinish pozitsiyasida bo'lib kelgan. Halbuki Xitoy sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizishga boshlagandan tortib, Uyg'urlarning diniy e'tiqodini emas, kultur san'atini mo cheklab, burmulab o'rniga Xitoy madaniyatini majburiy singdirishga, kengaytirishga urinib kelmoqda. Bu jarayonda majburiy ijro qilingan planliq harakatlarni pardozlash uchun bir qism Uyg'urlarning Xitoyning turlik an'anaviy san'atlariga mabdum bo'lib, o'zligidan tirishib jafoliq o'rganib chiqqanligidek o'ydirma voqealiklar orqali soxta tashviqotlarni bozorga solmoqda.
Алдыңғы hafta atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Ma Xingruyning o'rniga Chen Xiaojiang ismli Xitoy amaldor almashtirilgan bo'lib, mutaxassislar ilgari Xitoy Millatlar ishlari komitetining boshliqlik vazifasini o'tagan Chen Xiaojiangning majburiy assimilyatsiya, xitoylashtirish siyosatiga taxmo kuchishi mumkinligini ilgari surmoqda. Germaniya Xitoy lazer nuri bilan aeroplanlarimizni nishonladi deganlarni bildirdi. Germaniya Xitoy armiyasining Qizil dengizda dengiz qatnashini qo'g'dash uchun Yevropa ittifoqi yetakchiligidagi vazifaga qatnashgan Germaniya aeroplanini lazer nuri bilan hujum nishoni qilganligini tanqid qildi. Germaniya Tashqi ishlar ministrligining seshanba kuni X hisobida e'lon qilingan bayonotida Germaniya xodimlarini xatarga duchor qilish va harbiy harakatni avorchilikqa uchratish qilmishini qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Germaniya taraf Xitoyning Berlindagi bosh elchisini chaqirtgan. Germaniya davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Germaniya aeroplanining Qizil dengizda Yevropa ittifoqining Aspidis atridiga qatnashayotganda hech qanday sababsiz yoki oldin ola aloqalashmayla hujum nishoni qilinganligini, vaqadan keyin Germaniya aeroplanining vazifasini tashlab Djiboutidagi bir bazaga qaytganligini aytgan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi bo'lsa Xitoy aeroplanining Germaniya xodimlari va uskunlarini xatarga duchor qilish xavfiga tavakkul qilganligini bildirgan. Navbatda lazer nurining qurol yoki lazer nurliq yo'nalish sistemasi ekanligi texi aniqlanmagan. Trump kesak oltin davlatlari bilan hamkorlashuvchilarga tahdid soldi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaga qarshi siyosatlari masalasida kesak oltin davlatlari guruhi bilan hamkorlashgan davlatlarga 10% tamojna beji qo'yish bilan tahdid soldi. Rossiya bilan Xitoy Trumpning bu bayonotiga norozilik bildirdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, Trump bu so'zlarni kesak oltin davlatlari rahbarlarining yakshanba kuni Braziliyada boshliqlar yig'ini boshlangan vaqtda qilgan bo'lib, Rossiya hukumati Trumpning tahdididan keyin kesak oltin davlatlari guruhining hargizmi boshqa davlatlarni ojizlashtirish maqsadida harakat qilmaydiganligini, kesak oltin davlatlari ichidagi bu hamkorlikning azaldan 3-davlatga qaratilmaganligini e'lon qilgan. Xitoymo Amerikaning kesak oltin davlatlari bilan hamkorlashgan davlatlarga qaratilgan qo'shimcha tamojna beji tahdidiga qarshi chiqib, savdo urushida g'alaba qilguvchi bo'lmaydiganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning muxbirlarini kutib olish yig'inda biz kesak oltin davlatlarining xalqaro jamiyatda ijobiy bir kuch ekanligiga va hech qanday uchinchi tarafni hujum nishoni qilmaydiganligiga ishonamiz deganlarni da'vo qilgan. Kesak oltin davlatlari 2009-yili Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy tarafidan qurilgan bo'lib, 2010-yili Janubiy Afrikaning a'zo bo'lishi bilan doirasi kengaygan. Keyincha Saudiya Arabiston, Misr, Arab Birlashma Xalifaligi, Efiopiya, Indoneziya va Iranmo bu guruhga a'zo bo'lgan. Shuning bilan a'zo davlatlarning soni 11 ga yetgan. Buningdan boshqa 10 strategik hamroh davlatmo bu guruhga qo'shilgan. Amerika prezidenti Donald Trump izchil tariqada kesak oltin davlatlarini tanqid qilib kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.